Toshkent tumani Keles taraflardan arzonroq cho'nchak bo'lib yuqtirib o'tganligi uchun Keles Toshkent tumani Kelesga yetib kelganmiz. Qaynama mahallasida 325 sotu 4 xonali mana shu to'rimizda turgan yangi remontdan chiqarilgan uy sotuvga qo'yildi. Bu uyimiz Fayzli mahallada joylashgan, svet suv gazdan muammo yo'q. Yaxshi lokatsiyada joylashgan mana shu xonadonimiz srochniy narxida $85,000 ga sotuvga chiqdi. Uyimizni bir chekkadan obzor qilib beramiz. Yaxshi ta'mirdan chiqarilgan, holatlari yaxshi. Atrofida hamma qulayliklar bor, katta ko'chaga yaqin. Oldida ko'rib turganimizdek kattagina yashil hududlari ham bor. Ahil Fayzli mahallada joylashgan. Ob-havolari toza, hamma qulayliklar bor bo'lgan shu xonadonimizni ko'rib chiqamiz. Bismillah deb uy hovlisiga kirib kelar ekanmiz. Darvozaxonamizga bemalol ikkita mashina qo'ysanglar bo'ladi. Bu tarafimizda uyimizning hovli tarafdan ko'rinishi, uy hovli tarafi naves qilib yopilgan. Navesdagi yoz paytlarida bemalol tapchani zona qilib oilaga o'tirsanglar bo'ladi. Bu tarafda kattagina agorot ham qoldirilgan, mevali daraxtlar ekib qo'yilgan. Endi uy ichiga kirib, qolgan sharoitlarni ham ko'rib chiqamiz. Bismillah. Bino ichiga kirar ekanmiz, koridor bilan boshlanadi. O'ng tarafimizda darvozaxonamiz ustida bitta katta yotoqxona joylashgan. Koridordan to'g'ri kirganimizda родительский spalniy, o'zining ichida bitta dushi bor, dush qilingan bu tarafda. Ko'rasizlar, yangi remontdan chiqarilgan. Sotuvga qo'yishdan oldin yangi remontdan chiqarishdi. Chap tarafimizda 2 qavatli mehmonxona bo'ladi. Katta mehmonxonani o'rtasidan razdel qilib bo'lishgan. Bu tarafda ham ichkari tarafda ham bemalol mehmon kutuvchilar bo'ladi. Ana endi uyimizning past tarafidagi xonalarni ko'ramiz. Bu tarafga kirganimizda oilaviy nonushta qilish uchun bitta katta xona bo'ladi. Chap tarafimizda oshxona joylashgan. Ko'rasizlar, remontlar yangi holatda. O'ng tarafimizda bitta katta yotoqxona joylashgan bo'ladi. Uy holati yaxshi, chiroyli qilib remontdan chiqarib qo'yishibdi. Xudo xolasa, olgan odam bemalol mehmon kutsa ham bo'ladi, sharoitlari zo'r holatda. Oshxonaning yonida umumiy sanuzel xona, hamma sharoitlari qilingan. Bu tarafda bitta hojatxona joylashgan. Umumiy hisobda $85,000 so'rashyapti. Yana o'zingiz egalar bilan savdolashsangiz, balki yana o'tib beradigan joylari bor inshaalloh. Keles taraflardan mana shunaqa Fayzli, arzonroq uy qidirib o'tganlarga tarqatib qo'yinglar. Videoga like bosib, podpisatsiya tugmasini bosish esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.